So'nggi yillarda mamlakatimizda jazoni ijro etish tizimini takomillashtirish, qayta jinoyat sodir etishning oldini olish maqsadida mahkumlarni axloqan tuzatish va ijtimoiy moslashtirish ishlarining samaradorligini oshirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yildagi jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida probatsiya xizmatlari tashkil etilgan. Probatsiya sinov degan ma'noni anglatib, xalqaro amaliyotda ozodlikdan mahkum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarning ijro etilishini ta'minlash va nazoratini olib borish bilan shug'ullanadi. Urgut tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi probatsiya xizmatida joriy yilning 11 oyi davomida 1200 nafarga yaqin nazoratdagi shaxslar ro'yxatga olingan. Bugungi kunda Urgut tuman probatsiya xizmati tomonidan nazoratdagi shaxslar bilan doimiy ravishda profilaktik suhbatlar olib borilib, ularning sodir qilgan jinoyatlari salbiy oqibatlar, belgilangan jazo muddatini o'tash davrida qayta huquqbuzarlik sodir etmaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, sohani zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlash va bu orqali ish samaradorligini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan juda keng imkoniyatlar berilyapti. Mana jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan nazorat ostidagi shaxslarni mana probatsiyaga sud tomonidan chiqarilyapti. Ularni birinchi qiladigan ishi probatsiya xodimlarini ularni ijtimoiy moslashtirish, shu jamiyatga moslashtirishdan iboratdir. Ularni mana muammolarni o'rganib, ishga joylashtirish, oilaviy sharoitlarni o'rganib, o'sha muammosini chiqarilmagan, rahbariyatga yetkazib olmagan muammolarni o'sha probatsiya xodimlari tomonidan yetkazib borish. Aynan mana shu jemdan ozod etilgan nazorat ostidagi shaxslarni jinoyat sodir etmaslik bo'yicha unga birinchi navbatda shart-sharoitni o'rganib, o'shanga moddiy tomonlama birinchi ijtimoiy yordam ko'rsatish kerak. Ijtimoiy yordam. Ijtimoiy yordam ko'rsatilgandan keyin o'shani ish bilan ta'minlash kerak. Ish bilan ta'minlanib, o'sha takroriy jinoyat sodir qilmaslikka, o'shanga muhtoj bo'lmaslik maqsadida ishga joylashtirish kerak. Bugungi kunda o'sha probatsiya hisobida turgan shaxslar Urgut tumanida 1306 nafarni tashkil etadi. Shundan axloq tuzatish ishlarining jazosini o'tayotgan nazorat ostidagi shaxslar 302 ta, ozon cheklash jazosini o'tayotgan nazorat ostidagi shaxslar 344 ta, shartli sinov 17 ta. Ular bilan hozirgi kunda mana shu probatsiya bo'linmasi xodimlari tomonidan ijtimoiy moslashuv ishlari olib borilyapti. Ularning muammolarini o'rganish bo'yicha mana shu ijtimoiy xodim mahallalarda yettiligi bilan hamkorlikda har bir mahalladagi yashab kelayotgan probatsiya hisobidagi shaxslar bilan doimiy ravishda ishlar olib borilyapti. Hozirgi kunda shu Urgut tuman probatsiya bo'linmasi hisobida turgan xotin-qizlar 235 tani tashkil qiladi. Ushbu xotin-qizlar bilan alohida ishlar bo'yicha ishlash bo'yicha mana ichki ishlarda xotin-qizlar masalasi bo'yicha inspektor biriktirilgan. O'sha inspektor har bir kelgan yangi kelgan probatsiya hisobida turgan xotin-qizlar bilan alohida ishlar olib borib, ularning muammolari, har bir o'sha yerda probatsiya bo'linmasida ishlayotgan xodimlar erkak kishini tashkil qilganligi sababli o'sha xotin-qizlar inspektorlar bilan suhbatlashib, shu erkak kishiga ayta olmaydigan muammolarni o'sha xotin-qizlar orqali yechilyapti. Hamda shu tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari tomonidan ham haftada bir marta uchrashuv o'tkaziladi. Ularning muammolari ijobiy hal etilib kelinmoqda. Ishsiz xotin-qizlarda ham o'zimiz tumanda joylashgan maishiy texnika ishlab chiqarish fabrikamiz mavjud. O'sha fabrikada ishga joylashtirib kelyapmiz. Ishlash jarayonida o'sha nazorat ostidagi shaxslar hammasi ish joyidan mamnun. Oylik ish haqi shu farzandlariga oila tebrashiga ham yetib turibdi. Bundan tashqari shu takroriy jinoyat sodir etmaslikni oldini olish maqsadida tuman rahbariyati bilan ham uchrashuvlar olib borilyapti. Ularning o'sha rahbarlar tomonidan yechiladigan muammolari ijobiy hal etilib kelinmoqda. Mana shu probatsiya hisobida turgan 1306 nafar nazorat ostidagi shaxslar ichidan jazoni o'tash davomida o'ziga jazodan to'g'ri xulosa chiqargan, mehnatga halol munosabatda bo'lgan
nazorat ostidagi shaxslarni mana shu 2025-yil 9 oy davomida 407 nafar nazorat ostidagi shaxslar muddatdan oldin shartli ravishda ozod qilindi. Aksincha, shu profilaktik suhbatlardan doimiy o'tib turishiga qaramasdan, tushuntirish ishlariga qaramasdan, o'sha sud tomonidan belgilangan cheklovlarga rioya qilmasdan, jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab keladigan 72 nafar nazorat ostidagi shaxslar jazolari shu og'irroq jazoga, ya'ni ozodlikdan mahrum etish jazolariga almashildi. Bu bo'yicha o'sha biriktirilgan mas'ul xodimlar, masalan, mahalla yettiligidan mahalla raisi hamda ijtimoiy xodim, hokim yordamchisi hammasiga mana shu jazoni o'tamasdan bo'yin tovlab kelganligi sabablari muhokama qilinib, o'shalar o'rtasida ularga nisbatan intizomiy jazo choralari ham qo'llanilgan. Nazoratdagi shaxslarning bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish borasida ham muayyan choralar ko'rilib, doimiy ravishda hamkor tashkilotlar bilan ish olib boriladi. Ko'rsatilayotgan psixologik yordam ularni real daromad manbaiga ega bo'lishlari uchun amalga oshirilayotgan choralar natijasida ko'pgina shaxslar tuzalish yo'liga o'tib, qayta jinoyat yo'liga kirmasligi, yurtimizda sodir etilgan jinoyat uchun jazo muqarrar ekanligini to'g'ri anglab yetmoqda. Hozirda biz ichki ishlar probatsiya bo'linmasi bilan hamkorlikda ishlab kelamiz. Bu hamkorlik natijasida hozirga qadar 9 oylik davomida biz 312 nafar probatsiya nazoratidagi shaxslarning bandligini ta'minlashga erishdik va 62 nafar fuqarolarga kasb-hunar monomarkazlarimizda, Koyka o'quv markazi 3-sonli kasb-hunar maktablarida o'qishga yo'llanma berib, yo'llanma asosida o'qityapmiz. Tumanda haftada 2 marta mehnat yarmarkalarini tashkillashtirganmiz. Mehnat yarmarkalarida bizning yirik korxona, tashkilot, muassasalar tomonidan korxonalar ish beruvchilari qatnashadi mehnat yarmarkalarida. Mehnat yarmarkalarida hamma soha bo'yicha bo'sh ish o'rni bilan qatnashib, o'sha fuqarolarga, probatsiya nazoratida turgan fuqarolarga tushunchalar beriladi. Aholi ish bilan ta'minlash to'g'risidagi va o'sha korxonadagi yaratilgan shart-sharoitlar to'g'risida tushunchalar berilib, ularni hamkorlikda yo'llanma asosida ishga joylashtiramiz. Bundan tashqari bizning ichki tartibda o'zimiz Urgut tumanining korxonalari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ularda ham yuqori maosh beradi. Hozirga qadar ancha probatsiya nazoratida turganlarni ishga joylashtirib kelmoqdamiz. Bundan tashqari ham budjet tashkilotlarimizda kvotalangan bo'sh ish o'rinlarimiz mavjud. Kvotalangan bo'sh ish o'rinlarimizda 1820 ta bo'sh ish o'rnimiz sanoat korxonalarida 4260 dan ortiq bo'sh ish o'rinlarimiz mavjud. Probatsiya nazoratiga olingan shaxslar bilan suhbatlashib, qonun to'g'risida tushunchalar beramiz va o'ziga ma'qul keladigan, ham yaqin bo'lgan hududlarda ishga joylashtirishga choralarini ko'rib boramiz. Fuqarolarning xohish istaklari birinchi o'rinda, o'zlariga ma'qul kelgan ishga joylashishlariga ko'maklashib bormoqdamiz. Bundan tashqari bizda hozirgi vaqtda ozodlikni cheklash jazosini o'taganlar, keyin jazo muassasalaridan jazoni o'tab chiqqan fuqarolar uchun biznes reja asosida biznes reja tuzib kelsalar, subsidiyalar ajratilishi ko'zda tutilmoqda va o'sha jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan fuqarolarni ishga olgan korxonalarimiz uchun ham subsidiyalarimiz mavjud. Birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Haftada bir marta probatsiya nazorati va tegishli tashkilotlar bilan birgalikda yig'ilib qilingan ishlar natijasi bo'yicha gaplashib olamiz. Probatsiya bo'linmasi rahbari bizga taqsimot qilib beradi. U kishi topshiriqlardan kelib chiqib, bizlar ijrosini ta'minlaymiz. Axloq tuzatish ishlab kelayotgan nazorat ostidagi shaxslarni ishga joylashtirish, tuman bandlikni ko'maklash markazi xodimlari bilan hamkorlikda ularni o'ziga qulay bo'lgan, o'ziga ma'qul bo'lgan ishlarga joylashtirib kelyapti. Probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxslar tomonidan takroriy jinoyat sodir etishni oldini olish maqsadida har bir xodim hamda o'sha hamkor tashkilotlari bilan hamkorliklar, ular bilan profilaktik suhbatlari olib borilyapti, ularga tushuntirish xatlari olib borilyapti. Ularni xulq-atvorini bilish maqsadida har bir yangi kelgan probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxslarni psixologik portretlari tuzilib, psixolog tomonidan ularning portretlari o'qib, o'sha xarakteri bo'yicha
ular bilan alohida individual ishlash bo'yicha topshiriqlar berilgan har bir xodimga. Probatsiya xizmati qisqa vaqt ichida shaxsni tarbiyalash, jinoyat ko'chasiga adashib kirib qolgan ayrim kishilarni sog'lom jamiyatga qaytarishga ko'maklashish uchun tarbiya o'chog'i. Alohida maktab darajasiga yeta oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Probatsiya hisobiga olingan shaxslar bilan ishlashda ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish, muayyan kasb-hunar egallashlari uchun monomarkazlarda kasbga o'qitilib egallagan kasblar bo'yicha o'z faoliyatlarini boshlagan. Misol uchun, o'z ehtiyotsizligi ortidan probatsiya ro'yxatiga olingan Ramazon Suyunov soha xodimlarini ko'magi ostida tadbirkorlikni boshlagan. Fuqaro o'ziga to'g'ri xulosa chiqarganligi, atrofdagilarni unga ko'rsatgan g'amxo'rligi natijasida bugungi kunda boshlagan ishi ancha rivojlandi. Ayni vaqtda tadbirkor probatsiya ro'yxatida turgan 12 nafar shaxslarni bandligini ta'minlagan. Men ham bir vaqtlar profilaktik propassiya hisobga turar edim. Qilmishimdan pushaymon bo'lib, mana to'g'ri yo'lga boshqarib, mana shu tadbirkorlik subyektini ochganman. Tadbirkorlik subyektiga 5 yildan beri faoliyat yuritamiz. Propassiya hisobiga turayotgan 12 nafar mahkumni ish bilan ta'minlaganmiz. 4 milliondan 6 milliongacha oylik beryapmiz. Ham oilalariga pul jo'natyapti, pul yuboryapti, ham jazoni o'tab, qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qilyapmiz. Ishchilarimiz 3 nafar edi, 12 nafarga yetdi. 12 nafar kishini ish bilan ta'minladik. Ishni rivojlantiryapmiz, kattartiryapmiz. Rejalarimiz kelasi yilga 50 nafar ishchini ish bilan ta'minlash. Jazoni ijro etish muassasalaridan chiqib kelgan shaxslarni jamiyatga moslashishi, ularni jamiyatning bir bo'lagi sifatida qabul qilishlari uchun mahalla fuqarolar yig'ini bilan probatsiya xizmati muntazam ravishda ish olib boradi. Har bir probatsiya ro'yxatga olingan shaxslar bilan psixologlar individual ishlab, ularni ijtimoiy ahvoli o'rganib chiqiladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad nazorat ostidagi shaxslar yana qayta jinoyat yo'liga kirmasligi hamda ularni sog'lom hayotga qaytarish. Bizda turgan fuqarolar bilan ishni tizimni yo'lga qo'yganmiz. Albatta biz bu fuqarolar bilan xonadoniga borib, mahallalarga chaqirtirib, o'sha jinoyat qilgan fuqaro qamoq jazosini o'tab kelgandan keyin o'sha mahallada yashovchi, misol uchun o'ziga obro' e'tiborga ega bo'lgan fuqarolarni chaqirtirib, o'sha jinoyat sodir etgan shaxsga murabbiy tayinlaymiz. Bu albatta o'z navbatida samarasini beryapti. Tayinlangan murabbiy muloqotda bo'lib turibdi. Kecha kunduz biz ham albatta u murabbiy bilan telefonlashib, kerak bo'lsa xonadonlariga borib, nazoratga olib turibmiz. Endi mahalla bilan birgalikda albatta u jinoyat sodir etgan fuqaroni ish bilan ta'minlash, birinchi navbatda ish bilan ta'minlash, keyin xonadondagi bo'lgan muammolarni hal etish, ularga qo'lida mahalla tomonidan, homiylar tomonidan o'z navbatida yordamlar ko'rsatilib kelyapti. Bundan albatta u fuqarolarimiz rozi, minnatdor. Biz shu mahalla yettiligi bilan birga, nuroniylar bilan birgalikda holdan xabar olib, sog'liqlardan xabar olib, yashash sharoitlaridan xabar olib, birgalikda ishlarni amalga oshirib boryapmiz. Probatsiya xizmati nazoratdagi shaxslarning nafaqat belgilangan tartib-qoidalarga, taqiqlarga rioya etishini ta'minlash, balki hayotda halol yashashiga, kasb-hunar egallashiga, jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish. Zero, yurtimizda inson aziz, uning qadr-qimmati har narsadan ustundir. Shu narsani bosh g'oya qilib olgan soha xodimlari ro'yxatga olingan har bir shaxs bilan alohida ishlaydi. Lozim bo'lsa, ularning hayotini to'g'ri yo'lga boshqarishda eng yaqin ko'makchidir. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'tgan davr mobaynida probatsiya guruhlari tomonidan ish to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, boshqa mutasaddi idoralar bilan o'zaro hamkorlik tizimli tashkil qilinganligi sababli nazoratdagilar tomonidan qayta jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Hozirgi kunda probatsiya bo'limi bilan hamkorlik ishlari olib bormoqda. Vazirlar Mahkamasining 16-iyundagi 444-sonli qarori bo'yicha shu bir martalik moddiy yordamlarda tayinlanishi, to'lanishi joriy qilingan. Bu to'lovda asosan bazaviy miqdorining 6 baravari miqdorida pullar ajratildi. Hozirgi bugungi holatda Urgut tumanimizda 67 ta jazoni ijro etish muassasasidan chiqqan fuqarolarga
152 million mablag' ajratib berildi. Bu mablag'larda ajratilishda fuqarolarning o'ziga shaxsan Xalq banki bilan birgalikda manzilli yetkazib berilmoqda. Birinchi navbatda jazoni ijro etish muassasasidan chiqqan fuqaro o'zini yashab turgan joyidagi tegishli xodimlarga, ya'ni propissiya bo'limiga murojaat qiladi. Bu 1 oy ichida shakllantirilishi kerak. Agar 1 oydan oshgandan so'ng arizasi avtomatik ravishda rad etiladi. Birinchi sababi shu hisobda bo'ladi. Bu har oyning 15-sanasigacha arizalar shakllantiriladi. Bizlar keyingi oyda moliyalashtirib beradi. Bu pullar to'liq agentlik tomonidan hisob-kitob qilingan. Bundan tashqari pullar chiqib to egasiga yetib borgungacha to'liq propissiya bo'limi bilan hamkorlikda ishlab boramiz. Probatsiya nazoratiga tushib qolgan ayollarning turmush tarzi, oilaviy ahvoli va ijtimoiy muammolarni o'rganish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, har bir ayol bilan yakka tartibda suhbatlar olib borilmoqda. Shuningdek, mamlakatimizda yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikning ifodasi sifatida probatsiya bo'linmalari nazoratida turgan yoshlar bilan ichki ishlar organlarining boshqa sohaviy xizmatlari, Yoshlar ittifoqi, bandlik, xotin-qizlar, o'zini o'zi boshqarish organlari va boshqa jamoatchilik tuzilmalari bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Nazorat ostidagi yoshlar o'rtasida samarali profilaktik tadbirlar olib borilayotganligi sababli ular orasida muayyan kasbga ega bo'lish, tadbirkorlik bilan shug'ullanish va o'qish istagini bildirayotganlar soni ortib boryapti. Probatsiya bo'linmalari xodimlarining sa'y-harakatlari tufayli nazorat ostidagi birgina shaxs tuzalish yo'liga o'tsa, bir necha jinoyatlarning oldi olinadi. Ishga joylashib, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishga intilsa, u yashayotgan oilaning turmush farovonligi ta'minlanadi. Shunday ekan, jamiyatimizda shaxsni tarbiyalash orqali sog'lom muhit yaratish vazifasi nainki ichki ishlar organlari probatsiya bo'linmalarining, balki keng jamoatchilikning burchi ekanini unutmasligimiz lozim.